Biz Myunchendamiz. Kuchli iqtisodiyot, eng yirik moliyaviy va texnologik markaz, BMW, Siemens, Allianz shtab-kvartiralari hamda boy madaniyatga ega shahar. Bugungi qahramonimiz 17 yoshida o'zi ilm ortidan hamda kelajagini qurgani yolg'iz Myunchen shahriga ko'chib kelganlar. Keyinchalik bir qancha qiyinchiliklardan va sinovlardan o'tib, hozirgi kunda Myunchen Texnik universitetida o'qib hamda Apple'da texnik mutaxassis lavozimida ishlab kelayotgan o'zbek hamyurtimiz. Hozir siz bilan shuncha natija ortida qanday mehnat yotganligini bilib olamiz. Xo'p, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mehmonimiz Tumda o'qiyotgan o'zimizni o'zbek qiz va ular hozir 6-semestr, ya'ni 3-kurs va hozirda Apple'da ishlaydi. Endi qolganini batafsil o'zidan so'rab olamiz. Roshona, yana bir rahmat intervyuga kelganingiz uchun. Va bitta savol. Germaniyada nima qilyapsiz va o'zingiz haqingizda ozgina aytib bering. Meni ismim Ruxshona, aytganingizdek, yoshim 20 da. 4 yildan beri Myunchenda yashayman. Birinchi studentkalik qilgani kelganman. Myunchenskiy studenkalikda meditsinskiy kursda 1 yil o'qiganman. Tamomlab, keyin bakalavrga o'qishga kirdim. Hozir kimyo va biologiyadan ustozlikka o'qiyapman, pedagogika yo'nalishida. 1 yildan beri Apple'da texnik spetsialist bo'lib ishlayman. Avvalambor aytmoqchiman, men o'zbek tilida bu yerda hech kim bilan gaplashmayman, shuning uchun o'zbek tilim juda yomon bo'lib ketgan. Ozgina rus tilini aralashtirib gapirsam xafa bo'lmanglar. Rus maktabda o'qib, rus bog'chaga borib shunaqa. Xo'p, zo'r. Endi o'zi Germaniyaga kelish aynan qanaqa paydo bo'lgan bu fikr? Ya'ni O'zbekistonda o'qib yurgan paytingiz bu shunaqa kelib qolganmi yoki ancha tayyorlanganmisiz bu, misol uchun 3-4 yil bu yo'lga? Menda hamma narsa spontanna bo'lgan. Men ximiya biologiya kurslariga borib, meditsina yo'nalishiga tayyorlanayotgandim va men har doim bilardim, men O'zbekistonda menimcha o'qiyman, men chet elga ketishim kerak va adamam menga buni har doim aytib kelganlar, chet elda o'qishing kerak deb. 10-sinfda savol bo'lgan, qayoqqa o'qishga kiraman va biz adam bilan ko'p davlatlarni ko'rib chiqqanmiz, qayerga o'qishga kirish yaxshi, qayerda oson, unaqa bunaqa va oxiri Germaniyada to'xtaganmiz. O'sha kuni adam kechqurun informatsiyalarni o'qib chiqqanlar, Germaniyada o'qish bepul, качественное образование, shuning uchun Germaniyaga kirasan deb bir kunda turib olganlar, ximiya biologiyani bir kunda tashlab, nemis tilini o'rganishni boshlaganman va 1,5 yilda B2 darajaga yetib, keyin hujjatlarni topshirganman. Menda hech qanaqa orzu bo'lmagan Germaniyaga kelish. Ko'p yil buni plan qilmaganman. Shunchaki spontanna bo'lib qolgan. Zo'r. Nemis tili o'zi o'rganishingizda qanaqa bo'lgan? Oson bo'lganmi yoki qiyinmi? Hamma ko'p savol shunaqa bo'ladi-ku. Nemis tili juda qiyin til ekan. Men 8 yil ingliz tilini yodlaganman, IELTSga tayyorlanganman va oxiri Germaniyaga o'qishga kiradigan bo'lib, uni tashlab nemis tilini yodlashni boshlaganman va nemis tilida menimcha hech qanaqa logika yo'q grammatikasida va talaffuzi ham juda qiyin va menga bu til yodlash juda qiyin bo'lgan. Lekin maqsad bo'lgan, Germaniyaga ketaman va shuning uchun haftada kamida 9 soat nemis tiliga ajratib, repetitorlarga borib, faqat nemis tiliga tayyorlanib, B2 sertifikatini olib, keyin hammasi o'xshagan. Zo'r. Shu studenkalikka kirishda o'zingiz hammasini qilganmisiz yoki qanaqadir konsalting bilan birgami? Hujjatlarimni o'zim qilmaganman. Menga Maftuna yordam bergan, Aqso Studium, agar bilmasanglar, podpiska qilib qo'yinglar. Maftuna o'zi shu yo'ldan o'tgan, u ham studenkalikka o'qishga kirib, Germaniyada bakalavr tamomladi va o'zi shu narsadan o'tgan qizga ishonib, men ham Maftuna bilan hujjatlarimni qiladigan bo'lganman. Vizaga lekin o'zim yugurib. Zo'r. Demak, Maftuna ovani yordami bilan siz o'zingiz harakat qilgansiz, faqat o'tirmagansiz. Yo'q, endi masalan, bizning ishimiz shunaqa bo'lgan. U Germaniyada bo'lgan va menga nima qilishni aytgan. Men O'zbekistonda o'zim harakatimni qilib, hujjatlarim orqasidan yugurib, hammasi shunaqa bo'lgan. O'sha payt necha yosh bo'lgansiz? 17 yosh. Maktab tugatishingiz payti? Maktab 16 yosh edim, keyin 17 yoshga kirganman. Ha, tushunarli. 1 yil oldin borgansiz-da? 1 yil oldin borganman maktabga. Zo'r. Xo'p, o'sha viza jarayonida
viza qanchalik qiyin yoki oson bo'ldi, o'shani aytib bersangiz, keyin studentkalik Aufnahme testiga tayyorlash qanaqa bo'lganini so'raymiz. Marhamat. Bu meni katta travmam hayotimda, chunki viza olish shunaqa qiyinligini bilmagandim. Voyaga yetmaganim uchun juda ko'p hujjatlar so'rashgan mendan. Germaniyaga o'zim uchib kelishim, notarialniy согласие родителей. Keyin meni Germaniyada opekunim bo'lishi kerak, chunki men ota-onamsiz kelganman bu yerga. Viza jarayoni menda 4-5 haftaga cho'zilib ketgan. Va man masalan 6 ta studenkalikka hujjat topshirgan bo'lsam, vizam man sanasini ham, vaqtini ham bilaman. 2-sentyabr 2022-yil chiqqan День независимости bayrami kunida. Men o'ylagandim, bo'ldi, meni shansim yo'q, men Germaniyaga ketmayman deb o'ylagandim, chunki уже 3 ta imtihonni ulgurmaganman. Halle, Berlin va Frankfurt menimcha. Menda faqat München, Leipzig va Heidelberg qolgan edi. Heidelbergdan hali taklifnoma kelmagan. Va har hafta posolstvoga yugurganman. Bu hujjat yetmayapti, buni kopiyasi yetmayapti, buni qilish kerak, uni qilish kerak deb meni rosa yugurtirishgan. Men rosa yig'lab videolar olganman. Beshverda yozish kerak unga. Beshverda ham yozganman. Shu, lekin endi meni o'zim rejam bo'lgan, lekin Xudoni rejasi yaxshiroq ekan. Menga faqat München bilan Leipzigda qoldirgan. Leipzigda men boshqa kursga taklifnoma olib qolganman. Shuning uchun menda faqat München qolgan va qanaqadir qilib Münchenga o'qishga kirib qoldim. Zo'r. Kirish jarayoni qanaqa bo'lgan? Imtihonlar qaysi tilda bo'lgan? Misol uchun faqat nemis tili va ingliz tili bo'lganmi yoki qaysidir fanlar yana? Men meditsinskiy yo'nalishga topshirganim uchun menda imtihonda Aufnahme testi faqat nemetskiy va matematika bo'lgan. Men B2 sertifikat olganimdan keyin 3-4 oy faqat Aufnahme testiga tayyorlanganman Toshkentda. Va München o'zi eng qiyin va eng yaxshi studenkalik deb hisoblanadi Germaniyada. Va men imtihondan juda qo'rqaman, chunki imtihonga 800 ta yoki 900 ta talaba kelgan va bu konkurensiyani ko'rib, уже panika bo'lganman-da imtihonga kirishdan oldin. Imtihonlar nemetskiydan 45 minut bo'lgan, matematika agar 40% ni yechsangiz 30. Shunaqa. Zo'r. Leipzigga keyin borib boshqa Aufnahme test yozganman. Leipzigda hamma kurslar bitta imtihon yozadi va menimcha bu nechesni, chunki texnicheskiy yo'nalishdagi talabalar matematikani yaxshiroq bilishi kerak va ularga matematikadan qiyinroq savollar tushishi kerak, menimcha. Demak, matematika bilan ularda ham nemis tili bo'lgan. Bir xil. Nemis tili ham shunaqa. Da, xuddi shunaqa. G kurs, gumanitariy, ular faqat nemis tilidan imtihon yozadi. Meditsina yo'nalishida yana bir xilda ximiya, biologiya xalida imtihonda bo'lishi mumkin. Zo'r. Demak, o'tgansiz o'sha payti o'sha ko'chib keldingiz Germaniyaga, birinchi taassurotlaringiz qanaqa bo'lgan? Shokdaman, chunki 17 yoshsiz. 17 yoshman, ota-onam yo'q, hech kimni tanimayman. Hech qanaqa tanish bilish ham yo'q bu yerda. Shok bo'lganman. Men Toshkentda o'zimga Münchenda hostel bron qilib qo'ygandim va u hostelni ham zo'rg'a topib borganman. O'sha kuni yomg'ir yog'gan, o'zim kichkina chemodanlarim bilan yugurib bu yoqqa qiyin bo'lgan. Sim kartam yo'q edi, ota-onamga yozishim mumkin bo'lmagan. Men keldim, yetib oldim. Bog'lanish qiyin bo'lgan. Bog'lanish qiyin bo'lgan. Keyin asta-sekin, keyingi kun уже sim kart sotib olib, asta-sekin уже integratsiya boshlangan. Imtihonga borganman, imtihon yozganman. Imtihon paytida ham ko'p odamlar bilan tanishar ekansiz, savollar berasiz. Sen Germaniyaga kelding, nima qilding? Men nima qilishim kerak? Undan keyin Leipzigga ketganman. Imtihon yozish uchun aytganimdek va Leipzigda уже rejalarni kutganman imtihonlarni. Va keyin bir kuni oyim bilan videokamerada gaplashyapman. Menga email kelgan tundan, приглашение в Мюнхенский studentkalik. O'sha payt o'zi oyim bilan videokamerada gaplashyapman. O'shanda taklifnoma kelgan, oyimga aytayapman. Oyim, menimcha Münchenga o'qishga kirdim. Va shu payt oyim sakrab, xursand bo'lib ketganlar. Shunaqa. Zo'r. 17 yoshda studenkalikka kelgansiz. Qaysidir privichkalardan, misol uchun Toshkentdagi privichkalardan qaysidan o'sha bu yoqqa kelgandan keyin integratsiya vaqti отказ qilgansiz, misol uchun? Nima yangi narsa o'rgandingiz birinchi kunlari? Yangi narsa birinchi kundan o'rganish qiyin bo'lgan.
Lekin man nima ayta olaman? Man tushunib yetganman. Man 17 yoshman. Man boshqa davlatda bitta o'zimman, ota-onam yo'q. Man o'zimning hayotimga o'zim ответственныйman. Qanaqadir muammolarim bo'lsa, o'zim yechishim kerak, chunki bu yoqqa oyim yoki adam kelib muammolarimni yechib berishmaydi va man agar hammasini vaqtida qilmasam, man bu yerda yo'q bo'lib ketaman. Mas'uliyatni to'liq bo'yningizga Mas'uliyatni olgansiz. olganman, tushunganman. Uysiz qolishim mumkin, pulsiz qolishim mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun har narsaga tayyor bo'lib, asta-sekin qadam qo'yib, da. Zo'r. Demak, studenkalikda уже o'qiyotgan paytingizni endi universitetga borib aytib bersangiz, hamma atmosfera qanaqa bo'lgan, studenkalikda o'qish va imtihonlar. Eng og'ir mavzu adashmasam. Eng og'ir mavzu. M kursda yana. Adam. Demak, hozir TUMni kampusiga yo'l olamiz yoki studenkalikni binosiga sразу. Studenkalikni binosiga. Hammasi o'sha yerda bo'ladi. Mana travma qilgan joyga boramiz Yes. hozir. Dushmanimga ham bu yoqqa kelishni tavsiya qilaman. Bam. Xo'p, bu studenkalik Myunxen. Ruxshon 17 yoshida Cho'ta kelganman. 1 yil qatnaganman. shu yerda 1 yil o'qigan va M kursda o'qigan. Xo'p, Ruxshona, studenkalikka ham keldik. Bu studenkalik Myunxen haqida ozgina ma'lumot bersangiz, bu yerda qanaqa o'zi hamma narsa? Мюнхенский studenkalikda 4 kurs bor. Медицинский, технический курс, гуманитарный и экономический курс, V-kurs. Har yili, har semestr 50 ta odam olishadi va ikkita guruhga bo'lishadi. Bu degani, медицинский kursga 50 ta odam olishadi, ekonomическийga 50 ta. Konkurensiya juda katta. Chunki imtihonni masalan 1200 ta odam yozsa, faqat 50 ta odam olishadi. Общий misol uchun har bitta kursga 50 ta emas, в общем 50 ta oladi. Yo'q, har bir kursga 50 ta. Ha, tushunarli, tushunarli. И u kursni keyin ikkita guruhga bo'lib, shunaqa qilib o'qitishadi. Bu degani bir semestrda общий 200 ta odam olishadi. Zo'r. Shunaqa. Qiyin lekin. Bavariyada o'zi abituriyentство qiyin hisoblanadi va Myunxenskiy studenkalik ham xuddi shunaqa. Birinchi semestrdagi baholar inobatga olinmaydi. Birinchi semestrda faqat ikkinchi semestrga o'tish kerak. Ikkinchi semestrda уже kurs arbeit klauzurlar yoziladi. Kurs arbeit klauzur bu imtihonlar yoki kontrolniy работа. Va u har bir baho keyin attestatga o'tadi va oxirida ikkinchi semestrdan keyin FSP yoziladi. Feststellungsprüfungen. Har bir kurs kamida 3 ta imtihon yozadi. Masalan, men meditsinskiy kurs bo'lganim uchun ximiya, biologiya, matematika bilan fizika qaysidir tanlash kerak. Men masalan matematikani tanlaganman va nemis tilidan FSP bo'ladi va nemis tilidan FSP yozganingizdan keyin agar imtihondan o'tsangiz, bu уже avtomatik C1 bo'lib hisoblanadi va bu natija bilan universitetga hujjat topshirishingiz mumkin. Zo'r. Studenkalikda tanlash imkoniyati bo'ladi dedingiz. Matematika, fizika har bitta kursda shunaqa, to'g'rimi? Har bir kursda shunaqa, lekin har xil fanlar, masalan, texnik kursda yoki fizika yoki ximiya, chunki ularda matematika majburiy. Bavarskiy studenkalik Myunxenda joylashgan. Endi bu studenkalikning nima ustunlari bor boshqa studenkaliklardan ko'ra? Germaniyadagi top universitet bu TUM, hammamiz bilamiz, va TUM va LMU. LMU bu Ludwig Maximilians universitet. Bu TUMga o'xshagan universitet, lekin ancha eskiroq. Ancha oldinroq ochilgan. Ancha oldinroq ochilgan va hujjat topshirishda ham ozgina eskicha. Hujjatlar bilan borib topshirish kerak, onlayn emas. Bu shu Myunchendagi ikkita topoviy universitet. Agar Myunxenskiy studenkalikni tamomlasangiz, TUM bilan LMU sizni prioritetda olishadi o'qishga. Kvota beriladi. Qanaqadir baho qo'shib beriladimi? Misol uchun dekaniga? Baho qo'shib berilmaydi, lekin masalan kimlardir konkurensiya bo'layotgan bo'lsa, sizga prioritet olishadi, chunki siz shu shaharni studenkaligini tamomlagansiz. Masalan, Halledan 1.6 bilan kimdir kelsa, LMUda meditsina o'qishga va studenkalikda masalan Myunxenda 1.8 bilan kimdir tamomlagan bo'lsa, 1.8 ni olishadi prioritetda yoki 1.6. Chunki o'zini studenkalikda o'qib tamomlagan, shunaqa. Zo'r. Xo'p, demak, o'qishingiz o'zingizda qanaqa bo'lgan? Birinchi semestringiz baho inobatga olinmagan dedingiz. Sizda baholaringiz qanaqa bo'lgan? Baholarim javnaqa yomon bo'lmagan. Men kutganimdek 3-2 larga o'qiganman. O'zi M kursda baho qanaqa bo'lishi kerak o'rtacha? Ya'ni universitetga kirish uchun. O'zi 1.0 bo'lishi kerak. Eng yuqori ball 1.0 bu 5 baho bo'lib hisoblanadi bizning sistema bilan. Va meditsina yo'nalishiga
eng yuqori ball kerak. Shuning uchun hamma stressda o'qigan. Hammaga shu ball kerak, hammada konkurensiya hissi bo'lgan. Biz o'rtoqmiz, lekin baribir biz bitta joyini deb talashamiz oxirida. Birinchi semestrda birinchi, ikkinchi, uchinchi haftalar juda qiyin bo'lgan, chunki men Myunxenga yetib keldim, lekin meni uy joyim yo'q. Men leksiyalarning o'rniga faqat internetda uy joy qidirganman, qayerda yashash va mana shunaqa holat bo'lganki, men boshida o'zim Myunxenga kelganimda uy joy topganman, kvartira. Lekin bizani u yoqdan chiqarib yuborishgan, chunki bizda dogovor bo'lmagan. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Men endi nemis odammi yoki qaysidir boshqa millat edi? O'zbek odam. O'zbek odamda arendada turganmiz va 17 yosh bo'lganman, naivniy bo'lganman. Ishonganman, O'zbekku deb. Bizani oxirida chiqarib yuborishgan va men 2 oy ichida 9 marta ko'chganman. Har xil bu shahar chekkasidan u shahar chekkasiga va hamma oxir chemodanlarimni ham o'zim ko'tarib borib Myunxen bo'ylab yurganman. Shuning uchun qanaqadir sabab bo'lganmi asosiy yoki nimadir boshqa narsa? Myunxenda joy topish juda qiyin, uy joy topish. Chunki studentlar bu yerda juda ko'p va arenda birinchidan qimmat. Masalan, men o'zimni byudjetimga to'g'ri keladigan uy joy topish ham qiyin bo'lgan va ko'p vaqtga ham arendaga berishmaydi bir xilla. Faqat 3 hafta turib turasan, keyin chiqib ketasan deyshadi. Shuning uchun shunaqa holat bo'lgan. 9 marta haqiqatan hosteldan otelga, oteldan o'rtoqlarimnikiga, undan yana 4-5 ta kvartiraga ko'chib, shunaqa bo'lgan. Va birinchi oy hech qanaqa dars qila olmaganman va studentkalik qanaqaligini ham his qila olmaganman, chunki men stressda bo'lganman va yana shaharda propiska qilish kerak edi, anmeldung. U hujjatlarning orqasidan yugurib, birinchi oy qanaqa o'tganligi esimda yo'q, to'g'risi. Juda qiyin bo'lgan shekilli. Qiyin bo'lgan, lekin o'sha studentkalik hammasini noldan o'rgatishadi, masalan, ximiya, biologiyani. Shuning uchun, masalan, natriy nemislarda qanaqa etiladi, shuni ham o'rgatishgan. Shuning uchun boshi ozgina oson bo'lgan, keyin уже ikkinchi semestrga yaqinlashayotganda qiyinlashib borgan. Demak, o'sha studentkalik davomida o'zbek tilida nima o'tilgan bo'lsa, hammasi noldan faqat nemis tilida o'tiladi va boshidan. Sistema boshqacha deyishim mumkin. Bizda masalan maktabda yoki men o'sha repetitorlarga borganman, bizga unaqa narsa o'tilmagan Toshkentda. Ancha farqlanar ekan. Ancha farq bor, juda katta farq bor. Chunki Germaniyada hamma narsani uglубленно o'rganasiz. Masalan, Toshkentda esa men ko'pincha DTMga tayyorlanganman. Savollarni yodlab olganman, qanaqa savollar tushishini va o'sha imtihonlarga tayyorlanganman. Bu yerda unaqa emas. Siz bitta mavzuni haqiqatan tushunishingiz kerak, qanaqa atomlar bir-biri bilan взаимодействовать qiladi, shunaqa. Reaksiyaga tushadi. Shunaqa. Va savol tuzilishi ham boshqacha. Masalan, imtihonda nima kelishini bilmaysiz demak. Imtihonda nima tushishini bilmaysiz va nima tushishini ham xayolingizga kelmaydi. Chunki masalan O'zbekistonda shunaqa bo'lgan, ekologiya masalan mavzuyimiz bo'lgan bo'lsa, imtihonda men bilaman, что такое экология degan savol tushadi. Lekin bu yerda esa sizga menimcha sizga masalan ko'p mavzular o'tilgan va imtihonda shunaqa katta savol tushadiki, siz shu mavzu haqida ketayotganligini o'zingiz tushunishingiz kerak. U o'sha mavzu haqida keyin важные definitsiyalar. Muhim ishlatadigan so'zlar. Muhim ishlatadigan so'zlarni bilishingiz kerak va ularni yozishingiz kerak. Masalan, biolog bu unaqa o'sha wissenschaftliche Name bilan va unga yana misol keltirishingiz kerak. Aytganimdan tushunsa bo'ladi, imtihonda hech qachon nima kelishini biz bilmaymiz va savollar har doim bir xil tushmaydi. Savollar har xil bo'ladi va savolni logikasini ham tushunish kerak. Shu menda ozgina qiyinchilik bo'lgan boshida, keyin уже asta-sekin o'rganib ketganman. Demak, biologiyada misol uchun tushadigan savollar oddiy biologik misol uchun savol bo'lmay, u tanqidiy fikrlashga ham bog'liq bo'ladi. Xuddi shunaqa. Tushunarli. Ancha farqlanar ekan. Birinchi imtihoningiz qanaqa o'tgan? Studenkalikda. Birinchi imtihonlarim hozir fazada. Yaxshi bahola olmaganman, chunki aytganimdek qanaqa savollar tushishini bilmaganman va men shu o'zbek sistemasiga
juda o'rganib qolganman va shu o'zbekcha tayyorlanganman har doim imtihonlarga. Shunchaki prosta o'qib chiqqanman yoki bu narsani bilaman, hammasini bilaman, lekin shu mantiqiy o'ylash bo'lmagan. Fizika. Bu hamma meditsinskiy kursdagi studentlarga katta muammo. Fizikadan juda boshqacha o'rgatishadi bu yerda. Logikasi bor, buni tushunsa bo'ladi, lekin masalan O'zbekistonda bunaqa o'rgatishmagan. Shuning uchun ko'p meditsinada o'qiyotgan studentlar fizikadan repetitor topishadi, alohida tayyorlanishadi va shunaqa. Fizika menda eng katta muammo bo'lgan. Ximiya, biologiya o'rganib ketganman, lekin shu fizika meni eng qiynagan fan bo'lgan. Siz savolingizni bo'ldim uzr, gapingizni. Yaxshi degan baho qanaqa bo'ladi u? Yaxshi baho bu 1.0. Siz necha olgansiz? Men birinchi fizikadan 4.0 olganman menimcha. Bu eng past ball. Bu 4.0 degani bu prosta o'tding. Bu 3 minus. Shunaqa. Meditsinskiy kursda qanaqa fanlar o'rgatishlarini aytib berishim mumkin. Matematika, nemetskiy, ximiya, biologiya. Ximiya, biologiya bu bitta fan. Birga o'tiladi bitta darsda. Har hafta har xil. Lekin ximiya, biologiya bitta fan deb hisoblanadi. Keyin fizika, lotin shu 5 ta fan. Demak, kirgandan keyin lotin tili chuqur o'rganiladimi yoki yuzaki imенно fah begriflarini? Fah begriflar o'rganiladi. Shu odamning badan части тела, tana a'zolari. Tana a'zolari lotinda qanaqa bo'lishini o'rgatishadi. Lekin juda uglublanma emas, faqat shu so'zlarni bilish kerak va imtihonda shuni tekshirishadi. Zo'r. Studenkalikni umuman qanaqa baho bilan yopgansiz? O'zingiz xohlagan baho bilanmi yoki undan yaxshiroq bo'lishi mumkinmidi? Agar bu juda direkt savol bo'lmasa. Imtihonim studenkalikni men xohlagan bahoga yopmaganman, chunki ikkinchi semestrda уже burnout bo'lgan va har doim har kuni shu stress bilan yashaganman. Chunki hamma meni sinfdoshlarim ham 1.0 olish kerak, hamma stressda. Shuning uchun men studenkalikni 3.0 baho bilan bitirganman. Va tunga o'qishga kirganimda meni maktabdagi attestatim, O'zbekistondagi attestatim va studenkalikni attestati inobatga olingan. 3.0 Toshkentdagi maktabimni a'lo bahoga bitirganman. 3.0 plus 1.0 bo'lingan 2, meni 2.0 bilan olishgan. Yaxshi. Aytgandingiz, sizni intervyuzda ko'rgandim, to есть videoyingizda. Studenkalikka hozir kirganingizda meditsinaga topshirgansiz, lekin meditsinadan tashqari boshqa yo'nalishga o'tgansiz. O'sha qanaqa bo'lgan, nimaga aynan bunaqa fikrga kelgansiz? Nima sababchi bo'lgan? Tak. Meditsinaga o'qishga kirish fikri bu ota-onamda bo'lgan, menda emas. Ota-onam meni vrach bo'lishimni xohlashgan va studenkalikka kelib men tushunib yetdim, bu meni yo'nalishim emas va men kelayotgan 10 yil bunaqa stressda yashamayman, yashamoqchi emasman va bu это не то, чем я горю. Men xohlayotgan narsam emas. Men xohlayotgan narsam emas. Va ikkinchi semestrda men ota-onamga telefon qilganman. Men studenkalikni уже tamomlayapman va meditsina yo'nalishiga hujjat topshirmayman deb aytganman. Ota-onam uchun bu shok bo'lgan. Nimaga sen Germaniyaga o'qish vrach bo'lish uchun ketding-ku deb oyim aytganlar. Adam meni podдержка qilganlar. Adam aytganlar, sen hammasini o'zing bilasan, qizim, xohlaganingni qil, senga ishonamiz deganlar. Va pedagogika yo'nalishiga hujjat topshirishga qaror qildim, chunki 11-sinfdan beri men psixologiyaga qiziqishni boshlaganman va bolalar bilan ishlashni. 11-sinfda men o'qishga tayyorlanib va repetitor bo'lib ishlaganman. Tutorda. Matematika, rus tilini boshlang'ich maktablarga o'rgatganman repetitor bo'lib va bu menga juda yoqqan. Bolalar bilan interaksion. Interaktiv dars metodlari. Da. Bolalar bilan ishlash juda menga yoqqan. Shuning uchun pedagogikaga urinib ko'raman deganman va 10 ta universitetga hujjat topshirganman, faqat pedagogika yo'nalishiga. Va ikkita universitet meni qabul qilishgan. Ilm olishmadi meni, bilmadim nimaga, men borib janjallashganman. Men universitetlikni tamomladim. Nima kerak sizlarga? Menga aytishdi, sen pedagogika o'qish uchun nemis bo'lishing kerak deyishdi menga. Ha. Ishonishmagan demak. Ha.
lekin TUM mani olishdi va Marburg universitetiga o'qishga kirganman. Lekin Myunxenda yashayotganim uchun Myunxenda TUMda qolganman. Zo'r. Yana bitta videongizni ko'rganman shuni. Sizni hujjatlaringizni qanaqadir kech обработка qilishgan. U qanday keyin yechgansiz o'sha nimani? Muammoni? Borib o'zim gaplashganman deganingiz. Borib o'zim gaplashganman. LMUdan ancha uzoq javob kutganman. Bu LMU o'sha problematik bo'lgan. Men LMUga borib 3-4 marta gaplashganman. Hujjat topshirishimdan oldin ham LMU bilan borib gaplashgan. Menda holat shunaqa, baholarim shunaqa. Meni pedagogika yo'nalishga olasizlarmi, yo'qmi deb so'raganman. Va menda o'sha учебный komitet aytishgan, muammosi sizni olamiz, chunki siz studentkalik tamomlayapsiz deyishgan. Men hujjat topshiryapman. Menga отказ kelyapti pochtadan va men взяла силы в руки и пошла ругаться. Hamma jahlim bir qo'lga yig'ib, urushgani ketdim. Borib so'radim, nimaga menga sizlar aytgansizlar-ku, meni olasizlar, hamma hujjatlarim to'g'ri kelgan, hozir endi menga отказ jo'natyapsizlar deganman. Lekin ayol menga tushuntirdi, sen ustoz bo'lmoqchi bo'lsang, senga Germaniyani fuqaroligi kerak va sen nemis bo'lishing kerak. Shuning uchun seni ololmaymiz deyishgan. Undan keyin o'sha xafa bo'lib TUMga ketganman, chunki TUMdan ham menga hech qanaqa javob kelmagan. Hujjatlarimni juda uzoq обработка qilishgan va TUMga borganimda shundoq meni akkauntimni ochishgan. Menimcha bu Xudoni rejasi bo'lgan, chunki men TUMga borganimda meni yo'nalishim женщина, которая ответственна за моё направление, она сидела в сервисе. Meni yo'nalishimga mas'ul bo'lgan ayol servis xonada o'tirgandi. Это редкость, то, что она там сидит. И, получается, я подошла, сказала, что с моими документами, я уже долго жду приглашения. И она открыла мой сайт, увидела то, что... Ну, мою страницу, увидела то, что я уже делала студент-коллег у них. Я была зачислена в это время в ТУМе. И она сказала, да, у тебя все в порядке, я тебя прямо сейчас зачислю. Hujjatlaringni hozir chiqarib beraman, sen o'qishga kirganing haqida qo'l qo'yasan. Kontrakt, не контракт, как это сказать? Fairtrack. Xullas, hujjat qo'yiladi o'qishga kirganlik haqida. Men shu TUMda o'qishga roziman degan hujjat xullas. Va darrov семестровый взнос to'lab qo'yganman. Семестровый взнос bu как классный фонд в школе. Ha. Maktab fondiga berilganda pul to'laganman. Necha pul? 6 oyga 85 evro. Bu menimcha O'zbekistonda o'qishdan ham arzonroq. Arzon, ha. Va men TUMda ma'lumot uchun bepul o'qiyman, chunki как этот? Что? Грант? Нет. Внесли же эти Semestergebühren, да. Семестр. Studiengebühren, да. До внесения Studiengebühren я поступила в ТУМ, поэтому моя учеба остается бесплатной на бакалавре и на магистратуре. Men shu Myunxenda studentkligini tamomlab 2023-yil TUMga o'qishga kirganman. Так это уже в университете, да? Так я объясню. Все, ты рассказывай просто. А дальше я переведу это easy. Окей. Получается, я закончила Мюнхенский студент-коллег в 2023 году и осенью поступила в 2023 году в ТУМ. И после этого, после того, как я поступила, ТУМ уже начал думать о внесении платного образования для иностранных студентов. Соответственно, для тех, кто уже поступил в ТУМ, учеба остается бесплатной. То есть и бакалавр, и магистратура. Если я пойду на магистратуру, она тоже остается бесплатной. Ruxshona 2023-yil sentyabr, oktyabr? В октябре началась учеба. Oktyabrda kirgan payti o'qish tekin bo'lgan TUMda. Hozir уже o'qish o'sha payti уже o'ylanilgan chetdan kelgan talabalarga bir nechadir miqdorda to'lov qo'yish va hozir TUMda o'qish o'zi pullik. Ruxshona hozir ham bakalavrni, ham magistraturani tekinga tugata oladi va bu katta ustunlik. Chunki 6 oyga 85 euro pul to'lanadi va u O'zbekistondan ham arzonroq kontrakt. U kontrakt emas, shunchaki o'zini kitob, daftar и проезд. Transportga to'lov. Muhim narsa aytmoqchiman, ko'p odamlar Germaniyada kontrakt yoki grant narsa bor deb o'ylashadi. Germaniyada kontrakt yoki grant degan narsa yo'q. Siz yoki o'qishga kirdingiz yoki kirmadingiz. Sizni baholaringiz, sizni hujjatlaringiz yoki to'g'ri keldi yoki to'g'ri kelmadi. Pul to'lab
o'qish mumkin emas. Chunki bu yerda очень честное образование, и нет такого, что ты учишься на контракт. Ты можешь сразу пойти на платное образование в частный университет, либо в ТУМ, но как бы все равно ты должен пройти требования. Ma'lum bir talablardan o'tgandan so'ng siz TUMda o'qiy olasiz. Agar o'sha kirmoqchi bo'lsangiz, to'lovli bo'ladi TUM. Agar xohlasangiz, privat universitetga borib o'qisangiz bo'ladi, lekin privat universitetni katta minusi bor, davlat universitetlaridan ko'ra ancha ta'lim sifati pastroq bo'ladi va Germaniyaga o'zi ko'pincha odam sifatli ta'lim orqasidan kelganligi uchun davlat universitetlariga kirish maslahat etiladi va o'zi Germaniyada unaqa grant yoki pullik degan narsa yo'q. O'qishga kirasan yoki kirmaysan, bo'ldi. U yer kirganingdan keyin o'sha ma'lum bir miqdorda pul to'lanadi. Agar universitet pullik o'sha bo'lgan bo'lsa yoki semestr gebir. Semestr gebirni o'sha biz gaplashib o'tdik. Shunaqa. Вот так вот как-то. Xullas siz TUMga kirdingiz. Reaksiyasi qanaqa bo'lgan? Juda xursand bo'lganman, chunki 3 oy kutganman universitetlardan javobni. Xuddi meni yelkamdan tosh to'kilgandek bo'ldi. Shu payt darrov oyimga telefon qilganman. Oyi, men o'qishga kirdim TUMga. Men o'zi boshida to'g'risini aytaman, LMUga o'qishga kirmoqchi bo'lganman, chunki LMUda pedagogika juda yaxshi rivojlangan va pedagogikani juda yaxshi o'rgatishadi. TUMda esa bu yo'nalish juda yangi. Va mendan ko'pincha odamlar so'raydi, siz texnik universitetda o'qib, qanaqa qilib pedagogikada o'qiysiz? Bu yo'nalish juda yangi bo'lgani uchun hech kim u yo'nalish haqida bilmaydi. Shuning uchun meni rejam LMUga kirish bo'lgan, lekin TUMga kirib qolganman va bunga hozir juda minnatdorman, chunki TUMda sistemasi osonroq emas, make sense. Mavzumi bor. Ma'nosi bor. Chunki LMUga o'qishga kirganimda, menda bakalavr magistratura bo'lmas edi. Men 12 semestr ketma-ket o'qishim kerak bo'lardi va pedagogika, meditsina va yuridический yo'nalishlarda государственный imtihon yozish kerak bo'ladi, davlat imtihonlarini. LMU juda qattiq bo'lgan o'sha payt. Hozir ham juda qattiq shtat ekzamen yozish kerak. Agar shu shtat ekzamendan o'ta olmasangiz, sizda na bakalavr bor, na magistratura. TUMda esa siz bakalavr ishini yozasiz, bakalavr birinchi bitirasiz. Oddiy universitetlarda qabul. Oddiy universitetlarga o'xshaganda regel studentsa deyiladi bu. Keyin magistraturaga o'qishga kirganingizda shtat ekzamen yozishingiz mumkin. Masalan, u imtihondan endi xudo saqlasin o'ta olmasam, o'sha bakalavrim bor. Tushunarli. Demak, LMUda hamma narsa bitta sразу o'tilib ketadi, orqaga qaytib, misol uchun bitta bakalavr berilmaydi-da. Bakalavr berilmaydi. Tushunarli. Agar imtihondan yiqilsa. U imtihonni qayta topshirish imkoniyati bo'ladimi? Faqat yana bir marta, bu degani va bu oxirgisi. Oxirgisi. U ancha katta risk va mas'uliyat talab qilgan ekanda. Va juda ko'p vaqt tayyorlanish kerak. Demak, menimcha baribir TUM yaxshi ekansiz. Endi menimcha TUM yaxshi. Bitta bakalavr bo'ladi. Endi hammaga maqtanib yurishim mumkin, eng zo'r universitetda o'qiman deb. Germaniyaga kelinglar. TUMga o'qishga kiringlar. No, ладно, он уже платный. Ruxshona, bitta narsaga yana to'xtalib o'tmoqchiman. O'zi ko'pincha o'zimda ham savol bo'ladi. FSP o'zi qanaqa imtihon va student-kollektdan keyin u topshirish qanaqa bo'ladi? Imtihon jarayoni. Student kollektda aytganimdek, kurs arbeit klauzurlar yoziladi va FSP bu doppelt klauzur. Bu oxirgi hamma narsani hal qiluvchi imtihon. Va FSP bu o'sha butun semestr o'tilgan mavzularni so'raydigan imtihon. FSP har bir fandan 3 soat bo'ladi. Nemetskiydan, ximiya biologiyadan va siz tanlagan fan. Masalan, men meditskiy kursni bitirdim, yoki matematika yoki fizika. Har bir fandan 3 soat imtihon yozasiz. Shu. Nemetskiy, matematika va ximiya biologiyadan imtihon yoziladi. Har bir imtihon 3 soat bo'ladi va butun semestrda o'tilgan mavzular so'raladi imtihonda. Agar FSPni
masalan bahoyingiz o'zingizga yoqmasa, yozganingizdan keyin bu yozma imtihon. Siz og'zaki imtihonga borishingiz mumkin. Yana demak yana qo'shimcha bir shansiga mana Qo'shimcha shans beriladi. Masalan, 3 baho olgan bo'lsangiz, og'zaki imtihon topshirib, uni 2.0 ga ko'tarishingiz mumkin. birgacha ko'tarsa bo'ladimi yoki именно просто ball beriladimi bir fiksirованный? Fiksirованный ball beriladi, birgacha ko'tarish mumkin emas, faqat bitta bahoga. Ha, bitta bahoga yaxshi. Sal yaxshilasa bo'lar ekan. Demak, zo'r. Germaniya bilan O'zbekistonda o'rtasidagi, ya'ni ta'lim sifatida ancha katta farq bor ekan. Va nafaqat prosta o'qib chiqib savol yozilmas ekan, balkida o'sha aytganingizdek, biologiyaga va har bitta fanga mantiqiy va tanqidiy fikrlashni ham o'rgatar ekan. Shunga bog'liq savollar ham bo'ladi. Studentkalikka kirish oson emas. O'qish ham oson emas, kirish ham oson emas. Men o'zi hammada men uchun shu muammo. Bitirish ham oson emas. Bitirish ham oson emas. Xo'p, demak, endi sekin TUMga yo'l olamiz. TUMda siz bakalavriatni boshlagansiz. Endi bakalavr haqida batafsil yana gaplashib o'tamiz. TUMda ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Xo'p, do'stlar, biz Myunxenni TUM universitetiga keldik, ya'ni Myunxenni texnologik universiteti va hozir o'sha ichkaridamiz biz. Tashqarisidan yana ko'rsatamiz. TUM haqida ozgina ma'lumot aytib bersangiz. Так, технологик emas, texnik. Texnik. Да. Texnicheский университет Myunxena Germaniyada eng nufuzli universitet bo'lib hisoblanadi va menda TUMda o'qish juda yoqadi, chunki studentlar uchun hamma sharoitlar qilingan. Masalan, qayergadir o'qishga bormoqchi bo'lsam, Studiy TUM bor. Studiy TUM bu alohida bino. Studentlar u yerda dars qilishi mumkin. Masalan, kutubxonada joy topolmasa, kutubxonalar masalan biz hozir borib kutubxonani ko'rib keldik. Stollar, masalan, o'tirish charchab ketsangiz, stolni ko'tarasiz, turib dars qilasiz. Hamma sharoitlar bor va men masalan man ximiya va biologiya pedagogika yo'nalishida o'qiyotganim uchun men 3 ta kampusga boraman. Main kampus Artstrasse 21 da joylashgan. Bu biz hozir shu yerdamiz. O'sha ko'cha. Ximiya fakulteti Garchingda joylashgan. Garchingda ham TUM katta kampusi joylashgan. Biologiya kampusi esa Freisingda. U boshqa shahar hisoblanadi. Bu degani Myunchendan boshqa shaharga leksiyalarga qatnayman. Demak, siz Myunchenni o'zida emas, balki shahar chekkasiga, boshqa shaharga ham borasiz, o'qish ortidan. Xuddi shunaqa. Pedagogika fakultetim esa главный vokzal yonida. Bu degani, men bu главный kampusda umuman hech qanaqa leksiyam, darslarim yo'q. Bu yerga faqat kutubxonaga yoki o'rtoqlar bilan ko'rishgani kelaman. Bu yerda dars o'tilmaydi. Bu yerda meni yo'nalishim bo'yicha dars o'tilmaydi, lekin bu yerda katta Hörsaal bor, leksion zal. U yerda informatika yo'nalishida o'qiyotganlarga, ekonomika yo'nalishida o'qiyotganlarga dars beriladi. Meni lekin bu yerda leksiyalarim yo'q. O'rtoqlar bilan ko'rishgani kelasiz. Xo'p, o'zi o'qishingizda qanaqa fanlar bor? Sizni o'zingizni yo'nalishingiz qanday nomlanadi? Именно nemis tilida. Meni yo'nalishim Naturwissenschaftliche Bildung, biologiya, kimyo nomlanadi. Nomlanadi. Bu Bachelor of Education bo'lib hisoblanadi va Lehramt yo'nalishi, ustozlik yo'nalishi bo'lib hisoblanadi. Va meni yo'nalishimda juda kam odam. Biz gruppada faqat 6 kishimiz. 6 kishi bitta gruppada. Potokda o'zi 600 ta odam bo'lishi mumkin. Qaysidir yo'nalishda, masalan, ekonomika yoki informatikada bizda faqat 6 kishi qoldi. 13 ta edik o'zi. Qolganlari boshqa yo'nalishga o'tib ketdimi yoki prosta universitetni tashlab ketishdimi? Ko'pinchilari boshqa yo'nalishga o'tib ketishdi, chunki bu nagruzkani eplay olishmadi va faqat biologiya yo'nalishiga o'tib ketishdi. Bu degani faqat biologiya fanini o'rganishadi. Ya'ni ikkita fan emas, bitta biologiya bo'yicha mutaxassis ustoz bo'lib chiqadi. Ustoz ham bo'lmaydi, shunchaki biolog bo'lib chiqadi. Biolog shunchaki. Tushunarli. Hozir aytingiz, kimdir tashlab ketishi ham mumkinmi yoki boshqa yo'nalish o'zgartirish o'zi qanaqa bo'ladi?
Siz shunchaki o'zgartirib keta olasizmi xohlagan yo'nalishingizga yoki? Xohlagan yo'nalishingizga emas, shu fanga o'xshash fanga o'zgartirish mumkin. Shu Sal yo'nalishga yaqinroq. yaqinroq. Masalan, men ximiya biologiyadan ustoz bo'lmoqchi bo'lsam, men ximiya yo'nalishiga o'tib ketishim mumkin yoki biologiya yo'nalishiga o'tib ketishim mumkin. Yoki faqat psixologiya, pedagogika tarafga ketishim mumkin. Lekin masalan, informatikani u yoqda hech qanaqa iloji yo'q. Boshqa boshqa yo'nalish bo'lib ketsa. Chunki iloji bu bo'lmaydi. boshqa yo'nalish. Tushunarli. Nima fanlar o'tiladi? Biologiyadan botanika, zoologiya, mikrobiologiya fanlar juda ko'p. Har semestr 6 ta fan o'rganaman. 6 ta fan, bitta fan pedagogikadan, 3 ta fan ximiyadan, masalan, 2 ta fan biologiyadan va agar Germaniyada ustoz bo'lib o'qimoqchi bo'lsangiz, 2 ta fan tanlashingiz kerak har doim. Bu majburiy. Men ximiya biologiyani tanlaganman, chunki meditsinskiy kursni bitirdim. Masalan, bizda matematika, fizikani o'rganayotganlar bor, matematika, ximiyani o'rganayotganlar bor, sport va boshqa yo'nalishlarni o'rganayotgan studentlar bor. Tushunarli. Biologiya yodlaganim uchun, biologiya, ximiya, biologiya bu katta modul va u modul boshqa fanlarga bo'linadi. Masalan, botanika, zoologiya, mikrobiologiya, ekologiya va so on. Aha, tushunarli. Va shunaqa. Ximiya esa masalan высшая matematika, kvantovая mexanika, analitichеская ximiya, organichеская ximiya, neorganichеская ximiya shu fanlarga bo'linadi. Pedagogika esa masalan psixologiya, maktab psixologiyasi, sotsialniy psixologiya va pedagogika fanlariga bo'linadi. Tushunarli. Sizda shunda 3 ta modul bor, to'g'rimi? Kimyo, biologiya va ustozlik. O'shanda har bittasida mana shu modullar ketgan. Xuddi shunaqa. Masalan, aytganimdek, men masalan Garxinga ximiya fanlarga boraman va ximiya o'qiyotgan talabalar bilan birga o'qiyman. Biologiyada esa xuddi shunaqa, biologlar bilan o'qiyman, pedagogikada esa shu 5 kishi gruppada hammamiz birga o'qiymiz. Bularni misol uchun tarqatib yuborishmaydi, bular dalishda davom etadi yoki kimgadir qo'shib yuborish iloji ham yo'q buni, to'g'rimi? Iloji yo'q. Universitet bo'lgani uchun bu universitetda xo'sh-xuldan farqi bitta fanni har xil yo'nalishda o'rganish mumkin. Masalan, fizikalishi kimyo o'rgatilsa, bu degani zalda 600 odam o'tiribdi, ularning yarmi ekonomika o'rganyapti, yarmi pedagogika, yarmi ximiya. Xuddi shunaqa. Demak, sal yaqinroq, to есть bitta fanni har xil auditoriyadan bolalar kelib o'rganishadi. Shunaqa. Zo'r. Men o'zimizda hech sezmagan ekanman bu narsani, o'zimda borligini bilmaganman. Xo'p, darslaringiz qanaqa ketyapti? Bloklaringizda ko'p ko'raman, hammasi qiyin, osonmi? После практики я снова приехала в Баварскую библиотеку и училась уже с Олей. Я весь свой фокус сделала на зоологии, поэтому я сдала экзамен. Да. Nagruska ko'p, menimcha, va hech kim tekshirmaydi, leksiyaga kelasizmi yo'qmi. Bu hammasi ответственность o'zingizda. Ustoz kelib o'tirmaydi, Ustoz kelib o'tirmaydi. Siz kimligingizni ham bilmaydi ustoz. Menga shu narsa yoqadi. Germaniyada haqiqatan haqqoniy ta'lim olasiz, chunki imtihonga kelganimda ham, masalan, meni ismimni ustozim bilib qolmasligi uchun, meni masalan ballimni ko'tarmasligi uchun meni ismimni nomerga almashtirishadi. Ruxshona Rahimovani qanaqadir o'sha ularni QR kodlari bor, ularni yopishtirishadi. Meni tanib qolmasligi uchun xuddi shunaqa qilinadi. Anonimna tekshiriladi hamma imtihonlar. Bu lekin rostdan ham zo'r. Tanish bilish, pul qo'yib ham o'tib bo'lmaydi. Pul yo'q, chunki agar bu bilan ushlab olsa, professor o'zi politsiyaga boradi va sizni o'qishdan chetlattirishadi. Professor o'zi boradi. O'zi boradi. Qaysidir tipa kelish iloji bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo'q, chunki Germaniyada qonun juda katta rol o'ynaydi va hamma o'z majburiyatlarini bilishadi va professorlar tabiiyki pul olmaydi, chunki universitet o'zi yaxshi oylik to'laydi professorlarga. Zo'r. Shu yerdan ham ta'lim sifatini ancha bilsa bo'lar ekan. Hamma narsa o'zingga bog'liq. O'qisang o'qiding, bo'lmasa chiqib keting. Semestrim qanaqa rejalashtirilgan, sizlarga aytib berishim mumkin. Semestr o'zi 4-5 oy bo'ladi va boshida leksiyalar o'qiladi, oxirgi 2 oy esa imtihonlar yoziladi shu fanlar bo'yicha. Leksiyaga kelish majburiy emas, lekin majburiy leksiyalar ham bor. Masalan, menda pedagogika yo'nalishida hamma leksiyalar majburiy, bu degani biz kelamizmi yo'qmi tekshirishadi va
har bir semestrda praktika qilaman, yoki ximiya yo'nalishidan, yoki biologiyada, yoki pedagogika. Masalan, men уже 6-semestrda bo'lganim uchun 3 ta maktab praktikasi qilganman. Bu degani maktabga borib, birinchi ustozlar qanaqa dars o'tishini ko'rganman va o'zim dars o'tganman. Dars o'tganimni videoga olib, ustozlarimga ham ko'rsatganman. Shunaqa vazifamiz ham bo'lgan. Ximiyadan organik kimyo, neorganik anorganik kimyo shu fanlarda laboratoriya qilamiz. Optlar qilamiz, masalan, o'quvchilarga qanaqa buni o'rgatamiz, bu reaksiyani, shuni hammasini praktika qilamiz. Va biologiyadan masalan genetika praktikam bo'lgan. Bu degani biza hayvonlarni kesganmiz, zoologiyada, botanikada barglarni o'rganyapmiz, hozir har xil pflanzen o'simliklar. Har xil o'simliklarni va genetikada masalan biza o'zimizni DNKlarimizni ham tekshirib o'zimiz qilganmiz laboratoriyada. Hammasi nafaqat teoriya, balki praktika bilan bir xil ketar ekan. Xuddi shunday. Bitta sher haqida video ko'rdim. U qaysi fandan bo'ldi? Qaysi moduldan? U ham biologiya bormi? U ilmiy ish hisoblanadi. Men shu ximiya biologiya pedagogika yo'nalishida o'qiyotganim uchun ilmiy ish qilishim kerak. Bu majburiy, xuddi bakalavr ishini yozishdek, bu ilmiy ish. Men o'zim shu yo'nalishni tanladim. Men Afrikadagi sherlarni o'rganaman. Ularda GPS ashaynik bor va qanaqa qilib kechqurun, ertalab qayoqqa boradi, nima qiladi, shuni hammasini o'rganaman. Hayot tarzini o'rganasiz. Hayot tarzini va bu ko'pincha siz uni 24 soat qarab o'tirishingiz kerak. 24 soat qarab o'tirishim kerak emas. Mani Afrikada praktikum bitroyerim bor. Mani praktikamga javobgar inson. U menga har hafta GPS GPS haqida ma'lumotlar, GPS ma'lumotlarni jo'natadi va men unga qarab o'sha men o'rganayotgan she'r, uni nomi NPL 368, u haqida hikoya yozaman. Bu meni vazifam, shu she'r haqida hikoya yozish. Afsuski meni she'rim 3 hafta oldin o'lib qoldi. Siz analiz qilganingiz uchunmi yoki boshqa sababmi? Yo'q, men analiz qilganim uchun emas, qaysidir hayvonni yeb qo'ygan va otravlение bo'lib o'ldi. Tushunarli. Keyin mana shunaqa holat bo'lsa, siz uni ham o'ldi, qanaqa o'lganligini ham yozasizmi? Uni yozishim kerak ilmiy ishimga. U ilmiy ishni 192 soat qilishim kerak. Общий. Bu degani o'sha har kuni masalan 8 soatdan ishlasam, bunga pul to'lanmaydi. Bu qilinishi kerak bo'lgan. Bu qilinishi kerak. Buning uchun men kredit olaman universitetda. Bu degani baho olaman va bakalavr yopish uchun o'zi 180 kredit yopish kerak. Bizda masalan baho yo'q, bizda kredit yig'ish kerak. Baho ham bor lekin. Tushunarli. Zo'r. Qiziqarli bo'lar ekan rostdan, chunki o'zim universitetda o'qiganimda, endi jahon tillari yo'nalishida faqat til o'rganardik, o'tirardik sinfda hech narsa qilmasdik. Balki yo'nalishga ham bog'liqdir, lekin bunaqa interaktiv qanaqadir qiziqarli bo'lmagan, to'g'risi. Menda imkoniyat bo'lgan laboratoriyada har kuni masalan qiziqarliroq narsalarni o'rganishni, lekin meni afsuski vaqtim bo'lmagani uchun men ham o'qiyman, ham ishlayman, ham boshqa proyektlarim bor. Shuning uchun men home office tanladim. Home office esa bu degani men uyda turib, o'sha lokatsiyalarni tekshirib va shu bo'yicha hikoya yozaman. Shu menga to'g'ri kelgani uchun men she'rlarni tanladim, lekin baribir qiziqarli mavzu bo'lib chiqdi. Zo'r. Uyda o'tirib, bemalol ishlaringizni ham, darslaringizni ham qilasiz. Shu joyda bitta to'xtalib o'tmoqchiman. Siz 17 yoshingizda faqat bankshot qo'ygansiz. Hozir bankshotingiz yo'q. Blokshotim yo'q. Mana shu joyini bitta tushuntirib yuborsangiz. Qanaqa hammasi bo'lgan o'zi mana shu joyda? Natsionalniy milliy viza olish uchun studentkalikda taklifnoma olganman va imtihonlar Germaniyada faqat yoziladi. Menga blokshot qo'yish kerak bo'lishi kerak. Men blokshot qo'yishim kerak edi. Blokshot qo'yilgan shotimga va men uni 1 yil studentkalik paytida ishlatganman. Bu menga juda yordam berdi, chunki birinchi yil Germaniyada baribir qiyin va integratsiya ishga umuman vaqt bo'lmagan. Men ishlashga harakat qilganman, lekin baholarim tushib ketgan. Shuning uchun menimcha blokshot bu hammaga kerak narsa. Bu haqiqatan hayotingizni qutqaradi. Ko'p odam aytadi, Germaniyada o'qish bepul, lekin blokshot qo'yish kerak-ku, lekin
blokshotni baribir siz o'zingizga ishlatasiz. Bu pul hech qayerga ketib qolmaydi. Undan keyin men studentkalik tamomlagandan keyin full time ishlaganman 3 oy va shu oyligim keyingi safarga yetgan. Meni vizamni cho'zdirish uchun, chunki men oyligimni ko'rsatib berganman. Shuncha 3 oy ichida shuncha ishladim. Shuning uchun shu sabab bo'lgan cho'zdirish uchun. Da? Bu degani, misol uchun siz birinchi yil kelganingizda Sberkontoga 13 ming yoki 14 ming euro qo'yasiz. Uni o'zingiz ishlatganingizdan so'ng yana qayta qo'yishingiz shart emas, chunki Germaniyada misol uchun 20 soatlik ish topsangiz va o'sha ish daromadingiz o'zingizga yetadigan bo'lsa, puli bemalol yana qolish imkoniyatingiz bo'ladi. Agar bu narsa qilinmasa-chi? Bu qilinmasa viza berilmaydi, cho'zdirilmaydi. Va universitetdan уже ketishga to'g'ri keladi. Ketishga to'g'ri keladi. Viza berilmagani uchun. Xuddi shunaqa, ha. Tushunarli. Lekin ko'p yo'llari bor. Masalan, Legal hisoblanadi, lekin ko'pincha qilishmaydi. Ko'p qilishadi. Ko'p qilishadi. Ikkinchi marta blokshot qo'yish majburiy emas. Уже Germaniyada kelganingizdan keyin oddiy shot ochasiz. Masalan, bizda O'zbekistonda Uzcard Humo bo'lsa, xuddi shunaqa, lekin Germaniyada va u shotingizga 12 ming qo'ysangiz bo'ladi va bu blokshot bo'lib hisoblanadi. Hamma shaharda emas. IBAN shotingizda 12 ming bo'lishi kerak. U pulni, masalan, tanish bilishlardan yoki o'rtoqlardan olib turib 12 ming yig'ib, chekni ko'rsatib, keyin u pulni qaytarib bersa bo'ladi. Bu narsa nelegalni emas Germaniyada, chunki po fakto legal bo'lib chiqyapti, chunki siz pulni qayerdan kelib chiqishi muhim emas bo'lyapti. Xuddi shunaqa qilsa ham bo'ladi. Lekin eng yaxshisi ishga kiringlar va oyliginglarni ko'rsatinglar, chunki bu eng oson yo'li va optimal yo'li. Ruxshona, hozir ham bitta narsaga to'xtalib o'tmoqchiman. O'zimizda misol uchun universitetga oraliq imtihondan yiqilsa, qayta topshirish imkoniyati bo'ladi va отчислениyaga ham olib borish mumkin agar topshira olmasa. Tumda qanaqa bo'ladi? Tumda kreditga qarashadi. Har bir semestrda siz kerakli kreditlar yig'ishingiz kerak va boshqa yo'nalishlarda, masalan, birinchi va ikkinchi semestrda majburiy imtihonlar bor. U majburiy imtihonlarni faqat 2 marta yozsa bo'ladi. Ikkinchi marta imtihondan yiqilsangiz, sizni darrov o'qishdan chiqarib yuborishadi. O'zi tum shunaqa shakllangan, ko'p studentlarni olishadi o'qishga, lekin сортировка студентов происходит уже во время учебы, во время семестра. O'qish davomida hammasi osondek tuyuladi. Birinchi hamma studentlarni oladi va ularning natijasidan kelib chiqib, ular filtrlanadi. Va Alles gut, du kannst laufen. Da. Tumda mana tushunsa bo'ladi. Hamma olinadi, o'zi kirish ham qiyin va unga yarasha bu yerda qolish ham qiyin va o'sha o'qish davomida universitetni o'zi sistemasi o'quvchilarni shunaqa filtrlaydi. Yaxshi o'qiganlar qoladi, o'zi yaxshi o'qimaganlar esa chiqib ketadi va o'zi shunga majbur bo'ladi, chunki sistema shunaqa qilingan. Men aytganimdek, meni gruppamda 13 kishi bo'lgan. Hozir biz 6-semestrdamiz va biz 5-6 kishi bo'lib qoldik. Ko'p studentlar ham отчисление bo'lgan, chunki ular kerak kreditlarni yig'ishmagan. Va men masalan hozir 6-semestrdaman va o'qishim qiyin bo'layotgani uchun men o'qishimni yana 1 yilga cho'zdirishim mumkin. 7 va 8-semestr. O'zi bakalavr O'zbekistonda 4 yil bo'ladi, Germaniyada esa 3 yil va 1 yil cho'zdirsangiz bo'ladi. Siz demak bu yil tugatishingiz kerak o'zi. O'zi bu yili tugatishim kerak. 21 yoshingizda bitta bakalavr diplom va ustozsiz. Da. Zo'r. Endi o'sha boyagi ishga qaytamiz. Ish temasiga qayerda joylashganda birinchi ishxonangiz? Men o'zi firmada ishlaganman 2 yil. Firma Gazgeber. Bu ofitsiantlarni eventlarga beradigan firma. Men masalan qaysidir restoranda ofitsiant bo'lib ishlamaganman. Bu shunaqa firma, masalan tug'ilgan kun bo'lyaptimi, to'y bo'lyaptimi, qanaqadir Allianz Arenada o'yin bo'lyaptimi? Organizatorskiy firmaga o'xshash. Organizatorskiy firma. Qaysidir eventga ofitsiant kerak bo'lsa, bizga telefon qilishadi va biz ishga boramiz. Va Olimpiya Turm, bu Münchendagi bashня, u Dow&Co firmasiga принадлежит на самом деле.
Downco firmasiniki. Lekin bizani ishchilar u yerda ishlagan va butun tijoratni qilgan. Zo'r. Va mani maqsadim bo'lgan u yerga tushish, chunki bu Michelin restoran va u yerda haqiqatan ko'p pul topsa bo'ladi va u yerda mani dugonam ishlagan. Shuning uchun men u yerga ketmoqchi bo'lganman. Va u ta'til payti bo'lgan 3 oy. O'sha studenkalikni tamomlab, darrov 17 yoshimda o'sha firmaga kirganman ishga. 17 yosh voyaga yetmaganim uchun menda ограничениялар bo'lgan. Masalan, men faqat soat ishlash mumkin emas bo'lgan. Ko'p ishlash mumkin emas va soat 10 dan keyin ishlash mumkin emas. Chunki men hali voyaga yetmaganman. Kechgacha ishlamayman. Tushunarli. Endi shu joyda to'xtalmoqchiman. Hozir o'sha Olimpiya turi. O'sha yerga boramiz va o'sha yerdan sizlar bilan batafsil hammasi haqida gaplashib olamiz. Let's go. Biz Olimpiya parkiga yetib keldik. Siz bu yerda restoran 181. Nomi shunaqa? Xuddi shunaqa. Xuddi shu joyda siz studentkalikdan keyin o'z ishingizni boshlagansiz. Endi ishingiz haqida ozgina aytib bersangiz. Studentkalikdan keyin 3 oy vaqtim bo'lgan hujjat topshirishga universitetlarga va nima qilishni bilmasdan men ishga o'qishga kirganman. Va ishga kirdim. 17 yoshimda Gazkiba firmasiga ishga kirganman va boshidan meni maqsadim restoran 181 bo'lgan, chunki bu yerda juda ko'p pul topsa bo'ladi, chunki bu Michelin restoran. U yerga faqat boylar ovqatlangani keladi. Va bu yoqqa kelishim juda qiyin bo'lgan, chunki men ko'p shulinglar qilganman. Shuling degani bu o'rgangansiz. O'rgatishadi, qanaqa bo'lib ofitsiant qanaqa bo'lish kerak, keyin men barmenga ham o'qiganman. Hamma kofe, qanaqa napitkalar qilish hammasini bilaman. Keyin oddiy ofitsiantga o'qiganman va главный ofitsiantga o'qitishgan. Keyin shunaqa qilib, asta-sekin u yerda ishlashni boshladim. Ish juda qiyin edi, chunki birinchidan restoran aylanadi va siz juda ko'p qoidalar bor. Ovqat qanaqa klientga qaysi tarafdan qo'yish, qanaqa qilib olib chiqish, qanaqa so'zlar gapirish. Shuning uchun restoran aylangani uchun bir xilda qiyin bo'lardi buni qilish. Boshida juda ko'p xatolar qilganman, juda qiyin bo'lgan. Odamlarning ustiga kokteyl to'kib yuborganman. 2 martami? 2 marta. Bitta odam ustiga. Yo'q, ikkita kishiga. Bir kunda lekin. Bir kunda ikkita kishiga yana o'tda u odam как это предложение? Руки и сердце. Uylanmoqchi bo'lgan ayoliga uzuk bermoqchi bo'lgan va ruxshodan kelib shunchaki napitikni to'kib yuborgan ustiga. Lekin gentlemen bo'lib, hech qisi yo'q deb o'tirgan весь вечер с мокрой жопой. Qo'l ishtona bilan o'tirgan butun kecha. Xo'p. Shu zinkallik o'sha tugagan, просто o'sha Zomer Ferinda qilgansiz bu ishni. Menda fetrak bo'lgan, zipsekdagi kursfrisiga beschäftigung bu degani, xohlasam Vollzeit ishlayman. Eng muhimi shu limitdan o'tib ketmayman. Va har kun ishlashni boshlaganman. Bir xilda bir kunda ikkita smena ham olib ishlaganman. Juda qiyin bo'lgan, lekin menga bizning komandamiz juda yoqardi, chunki bizning tepada faqat Gazkiba firmasi ishchilari edi. O'zi bu Olimpiya Tour Downco firmasiga tegishlanadi. Lekin biz ishlaganimiz uchun atmosfera juda yaxshi edi va bizning maqsadimiz odamlarni, klientlarni jalb qilish va ko'p pul ishlash. Eng asosiysi shu. Ko'p pul ishlash. Haftasiga oddiy ofitsiant bo'lib 150 yevro faqat chiviy olardim. Eng ko'p ishlab topganingiz lazim, maqsadga o'tamiz. Eng ko'p ishlab topgan oyligim, bir oyligingizni ham aytsangiz bo'laydi, bir oyligingizni ham. Endi bir oyda 170 soat ishlaganman. Bu Vollzeitdan ko'proq, 160 soat o'zi Vollzeit hisoblanadi. 2500 oylik tushgan. Va undan tashqari 600 yevro chiviy. Bu degani 3000 choy puli, choy chaqa 3100 bo'lgan umumiy summa. Bundan qancha o'zingizga qolgan? Что to'laganmiz, или to'lamaymiz? 2500 dan 2250 manga qolgan. 2100 dan. Или 2000 chiviy biza налог to'lamaganmiz, chunki bizga qo'limizga naqd pul berilardi konvertda. Va o'sha 2500 dan 2250 menga qolgan, chunki men student bo'lib налог to'laganman va kursfrisiga beschäftigungda faqat difference to'laysiz.
ming topganingiz u чистый, u qolganini differensini to'laysiz. Shuning uchun Ha. ko'p navbat to'lamaganman. Xudoga Yaxshi. shukr. Zo'r. Yaxshigina daromad qilgan ekansiz. Salkam 9-10 minglar ekanda, to'g'ri? 3 oyda, 4 oyda shunaqa bo'lgan. Lekin u pullar hozir qayerda bilmadim. Qaytib ketgan u pullar. Chunki ikkinchi blokshot qilsa ham bo'ladi. U pul bilan ikkinchi blokshot qilsa ham bo'lardi, lekin endi baribir men u payt ko'chganman. Shahar sentrida 1 yil turganman. Dugonam bilan biz 1000 yevro to'laganmiz arendaga, 500 qilib. Undan keyin menga Apshaga chiqib qolgan, bakalavr boshlashimga. Shuning uchun men Apshaga ko'chganman, depozit to'laganman. Shu pul hammasi oxiri ketgan. iPhone olganman o'zimga. iPhone, MacBook, iPad. MacBookni yaqinda oldim, iPadni iPhonedan oldin olganman Zo'r. o'qishga. Zo'r, chotki. O'zingizning ehtiyojlaringizni to'liq qoplagansiz. Qoplaganman, Xudoga shukr. Pul yetgan. Xo'p, eng meni qiziqtirgan joyi bu siz hozir Apple'da texnik bo'limda ishlaysiz. Qanaqa qilib o'zbek qiz Apple'ga tushib qolib, bu qanaqa jarayon bo'lgan o'zi Apple'ga kelish? Gastronomiyadan. Gastronomiyada kelishlar men tushunib yetdimki, men bu ish boshqa qila olmayman, chunki bu juda qiyin. Va bu juda katta stress, chunki masalan menga 10 ta stol berishardi. Men har bir stolda ovqat vaqtida kelish kerak, ichimliklar vaqtida kelish kerak, bu juda qiyin bo'lgan. Shuning uchun men ishimni o'zgartirmoqchi bo'lganman va meni o'rtoqlarim, Myunxendagi o'rtoqlarim, ular Apple'da ishlashgan, lekin konsultant bo'lib va men o'yladim, balki men ham Apple'ga ishga harakat qilib ko'rarman dedim. Hujjatlarimni topshirganman va 3 ta intervyu bo'lgan. 3 ta emas, 2 ta. Ikkinchi intervyuda bizga aytib berishgan Apple'da qanaqa ish bo'lishini va biza keyin aytishimiz kerak, biza rozimizmi, yo'qmi shunaqa usloviyalarga. Birinchi intervyu u payt hali gastronomiyada ishlab yurgandim, chunki men ishdan ketmoqchi emasdim, daromadim yo'qotmaslik uchun. Va birinchi intervyu onlayn bo'lgan, 20 minut men ishim haqida so'rashgan, gastronomiyada nimalardan o'rganding, qiyin odamlar bilan qanaqa birga ishlading deb so'rashgan. Keyin ikkinchi intervyu bo'lgan va uchinchi intervyuda уже Apple ofisiga chaqirishgan. U yerda 9 kishi bo'lgan va 9 kishidan faqat 2 kishini olishgan ishga. Men va bitta qiz, u ham yosh edi, 18 yosh va u boshqa millatdan. U boshqa Albaniyadan. Lekin butun весь процесс затянулся на полгода, и спустя полгода меня взяли на работу. Germaniyada. Yoki faqat bu Apple'ni o'zida shunaqadir? Da. Lekin Gazkeberga masalan meni darrov olishga, men ish kunim keyingi kun bo'lgan. Apple'da esa jarayon juda uzoq bo'lgan, lekin ularga ham specialist. Es hat sich gelohnt. So ist zum Glück. Da. Xo'p, o'shani ishga topshirgandan o'tib, 6 oydan keyin ishga o'tgan, hujjatlarini topshirgandan keyin unda suhbatlar bo'lgan. Shu oxirgi suhbatda mendan so'rashgan, qaysi lavozimda ishlamoqchisan, konsultant yoki texnik. Men hamma narsaga ochiqman deganman va ular meni texnik yo'nalishga olishdi va ishga chaqirishgan. Men dogovorga qo'l qo'yganman, ishni boshlayman deb va birinchi oy bizga faqat o'rgatishgan o'sha texnik qanaqa bo'lish. Albatta oylik to'lashgan buning uchun. Bir oy o'rgatishgan va qancha vaqt kerak bo'lsa shuncha ol. Sen faqat tayyor bo'lishing kerak, texnik bo'lib ishlashga deyishgan. Biz bir oyda bitirdik o'sha все shug'ullangan. Ha, tushunarli. Texnik bo'limda siz nima bilan beshifting bo'lasiz, nimalar bilan shug'ullanasiz? Как технический специалист я делаю в основном термины для людей, у которых есть проблемы с телефоном. Скажем, у тебя iPhone, и батарея садится, или еще какие-то у тебя проблемы, например, дисплей разбился, и ты делаешь appointment, ты делаешь термин в Genius Bar, и получается, ты приходишь ко мне, я делаю диагностику твоего телефона, телефон tekshiraman, diagnostika bilan muammo topganimda biz reparatura qilamiz. Agar telefon garantiyada bo'lsa bepul yoki garantiyada bo'lsa to'lash kerak. Lekin texnicheskiy ekspert telefonni ochib davolaydi. Bunaqa deb aytganda. Men afsuski hozircha telefonlarni reparaturasini qila olmayman, chunki meni kvalifikatsiyam yo'q. Lekin men texnicheskiy ekspert lekin men texnicheskiy ekspertga hujjat topshirdim
intervyu ham bo'lgan уже, lekin men intervyudan o'ta olmadim, chunki u payt endi TS boshlagandim. TS bu texnichный specialist. Shuning uchun meni olishmadi, lekin baribir bu tajriba. Zo'r, lekin baribir yaxshi deb o'ylayman. Apple baribir o'zini yaxshi tomonlari, yaxshi o'sha CV bo'ladi bu ham menimcha. Keyingi etaplarda. Zo'r. Shu joyda 10 mingga yaqin ishlab topgansiz. Qoya. 17 yoshingizda. Shu binoda 17 yoshimda boshlab, lekin 17 yoshimda emas, endi 18 ga to'lgan edim. 18 ga to'lgansiz, zo'r. To'lgandim. Har doim shu birinchi etajdan bizada kladovka bo'lgan. Lager. Lagerom. Analiz. Bar uchun hamma kerak narsa bo'lgan birinchi etajda. Omborxona. Hamma ichimliklar, bizga kerak narsalar ichida bo'lgan va men hammasini 18 yoshimda tashib, keyin liftda 181 metr tepaga chiqib, u yerda napitkalar tayyorlaganman va ofitsiant bo'lib ishlaganman. Bu juda men hayotimda menimcha eng highlight, eng yaxshi tajriba, chunki bu bitta o'zim boshqa davlatda bo'lib turib yangi narsa o'rganganman. Chunki ofitsiant bo'lish ko'p odamlar o'ylaydi bu oson, lekin umuman oson emas. Ko'p narsani bilishingiz kerak. Shunaqa. O'zining qonun qoidalari bor. Bor. Zo'r. Siz 4 yil ichida juda katta irfonni yo'qolgan ekansiz. Men juda qoyil qoldim to'g'risi. Havas qildim. Rahmat. Endi menimcha videoni yakuniga o'tsak bo'ladi. Hozir studentkalikka topshirmoqchi, o'zi umuman Germaniyaga kelmoqchilar bo'lganlar uchun ozgina maslahatingiz kerak. Sizdan o'shani so'rab bilib olamiz. Qani ketdik. Let's go. Xo'p do'stlar. Normda. Hozir Ruxshonani hayoti haqida eshitib oldik. O'qish haqida, ish haqida. Endi Ruxshonadan shuncha erfaring, ya'ni opisidan kelib chiqqan holda Germaniyaga kelmoqchi bo'lgan studentlarga nima maslahat berishni ham bilib olmoqchimiz. Ruxshona, marhamat. Birinchi o'zi Germaniyaga nimaga kelish kerak o'z odam? Nimaga tavsiya berasiz bularga? Germaniyaga albatta bepul o'qish uchun kelish kerak. Chunki masalan, ko'p studentlar menga aytishadi, men o'qishga kira olmadim, keyingi semestr harakat qilib ko'raymi yoki частный universitetga o'qishga kiraymi? Va men har doim aytaman, частный universitetda Toshkentda ham o'qisa bo'ladi. Va Germaniyaga hamma bepul o'qish uchun kelishadi. Shuning uchun albatta harakat qilinglar agar birinchi harakatdan o'xshamasa va Germaniyaga faqat o'z hayotiga mas'uliyat oladigan insonlar kelishini xohlardim. Chunki Germaniyaga kelish faqat Germaniyaga kelganingizdan keyin faqat o'qimaysiz bu yerda. Siz hamma hujjatlaringizni boshidan qilishingiz kerak va bu katta mas'uliyat. Hamma hujjatlarni vaqtida qilishingiz kerak. Agar buni qilmasangiz, shtraf bo'lib, balkim deport ham bo'lib ketarsiz. Va masalan, ko'p odamlar aytishadi menga Germaniyaga kelish orzuyim yoki meni maqsadim Germaniyaga kelish, lekin studentkalik nimaligini bilishmaydi. Menga har doim studentkalik nima deb savol berishadi. Agar Toshkentda turib shuncha ma'lumotni topa olmaydigan bo'lsangiz, Germaniyada ancha qiynalasiz. Chunki Germaniyada ham baribir integratsiya bo'lishi kerak va ko'p ma'lumot qidirishingiz kerak o'zingiz. Hech kim olib kelib qo'ymaydi uni tarelkada. Hech kim qo'lingizni ushlab yur, biz hozir anmeldung propiska qilishimiz kerak, keyin vizani cho'zdirishimiz kerak deb olib yurmaydi. Hammasini o'zingiz qilishingiz kerak. Hammasiga o'zingiz javobgar bo'lasiz va mas'uliyatni bo'yningizga olishingiz kerak. Chunki bu yerda rostdan nafaqat o'qiysiz, balki misol uchun meni vaziyatim avsunlik bo'ladigan bo'lsa, siz bu yerda ishlaysiz, o'zingizni haq-huquqlaringizni talab qilishni bilishingiz kerak. Buning uchun nemis tili yaxshi bo'lishi kerak. Bunaqa misol uchun men nazarimda o'sha beriladigan savollar oddiyroq tuyuladi. Qanaqa kelsam bo'ladi Germaniyaga? Misol uchun studentkalik nima? Bularning hammasi internetda ko'rsa bo'ladigan ma'lumot. Shuning uchun qo'shilaman gapingizga to'g'ri. Rahmat. Rahmat. Xo'p. Bitta narsani yana so'ramoqchiman. O'zimizni yurtdoshlarimiz kelayotgan paytda, misol uchun o'qishga, Ausbildungga o'zingiz mashhurda tajribangiz bor. Necha yildan beri bormadingiz-ku? 4 yil. 4 yil bo'ldi, Toshkentga bormadim. Toshkentga bormadingiz. O'sha natijadan 4 yil tajribadan kelib chiqqan holda kelayotgan o'zimiz yurtdoshlarga aynan qanaqa, misol uchun, skilllarni orttirishni maslahat berasiz? Misol uchun, pulklikka bo'lishi mumkin, ochiqlik, ya'ni nemislar bilan tezroq kommunikatsiyaga kirish va hokazo narsalar.
Endi ochiq bo'lish menimcha hech kimga никому не советую. Hech kimga maslahat bermayman. Hech kimga maslahat bermayman, chunki baribir bu davlatda bitta o'zingizsiz va men masalan qiz bola bo'lganim uchun ham mani безопасностьim, Xavfsizligim. mani xavfsizligim mani qo'limda va Hammasiga o'zim javobgar. hammasiga o'zim javobgarman. Rahmat. Kelayotgan o'zbeklarda ko'rmoqchi bo'lgan jihatim menimcha mas'uliyatlik va odamlarni odam qanaqa bo'lsa shunaqa qabul qilish. Chunki Germaniya bu baribir boshqa millat, boshqacha kultura. Siz kelganingizda baribir kulturniy shok bo'ladi, chunki biz baribir O'zbekistondamiz, bizda musulmonlar ko'p va har odam o'zining hayotini yashaydi va masalan men hayotimda qilayotgan narsa hech kimga farqi yo'q bu yerda Germaniyada va kimdir qilayotgan bo'lsa ham bu meni qiziqtirmaydi. Hamma o'z hayotini yashaydi va birov bir-birini hayotini kovlamaydi, gap so'z qilmaydi. Shu jihatda ko'rmoqchi shu jihatda ko'rgan bo'lardim kelayotgan o'zbeklarda. Xo'p, bu degani kelayotgan yurtdoshlarimiz o'zi hamma musulmon, to'g'ri. Bir xil narsalar bularda qilish mumkin, bizni dinimizda mumkin emas. O'shalardan kelib chiqib fikr chiqarish shart emas va noto'g'ri ham deb o'ylayman. Chunki bular o'zi shunaqa o'sgan, buni o'zgartirib bo'lmaydi. O'zlari qanaqa bo'lsa o'shanaqa holiga qoldirib o'shani qabul qilish kerak. Misol uchun, o'zimizda normal bo'lgan holat bularda nenormal, misol uchun. To'g'ri. O'shaning uchun shu qo'shlar. Nemislar sovuqqon deb o'ylashadi ko'pincha odamlar, lekin nemislar unaqa emas. Menga juda ko'p nemislar yordam bergan bu yerda. Bir xil o'zbeklardan kutmagan yordamimni nemislardan olganman va nemislar masalan bizani kulturamizga qiziqishadi. O'zbekiston nima, biz nima ovqat yeymiz, bizda nima mumkin, nima mumkin emas. Menimcha Germaniyada juda ko'p chet eldan kelgan odamlar bo'lgani uchun nemislar bu narsaga o'rganib ketgan. Masalan, siz alkogol ichmaysizmi? Men buni hurmat qilaman. Siz Schweinfleisch yemaysizmi? Men buni hurmat qilaman. Hech kim sizni bir narsa qilishga majburlamaydi. Men aytganimdek, hamma o'z hayotini yashaydi, hech kimga hech narsani majburlamaydi va shunaqa. Diniy tomondan ham, o'sha sotsialniy tomondan ham menimcha hech kim majburlamaydi rostdan. Chunki misol uchun restoranga borganda menda shefim so'raganda, "Yeysanmi yoki yo'qmi? Nima yeyishing mumkin?" deb. Menda shunaqa bo'lgan misol uchun. Mana shuncha 4 yillik tajribasi bor Ro'xshon. Nima xulosa chiqardingiz Germaniya haqida? Bitta gap misol uchun. Germaniya sizni nimaga o'rgatdi? Mana shu qiziq. Germaniya meni hayot tugayotgandek his bo'lsa ham, baribir нужно weiter делать. Нужно оставаться на плаву и делать дальше, даже если все очень сложно. Нельзя ни от кого помощи ожидать. Не то, что нельзя, не стоит, потому что кутганingizday bo'lmaydi. В конце концов вы сами разочаруетесь. Никакой родственник, никакие мама и папа иногда не могут прийти и помочь вам, поэтому всегда опирайтесь на себя. Понимайте, что это важно для вас, в первую очередь, для вашего будущего, и делайте все вовремя. А ты переводи. Да. Xo'p, Ruxshonani gapi shundan iborat. Germaniyaga kelganda endi hamma o'ziga tayanish kerak. Hech kimdan yordam kutish kerak emas va tavsiya ham etilmaydi, deyapti. O'zining tajribasidan kelib chiqqan holda, chunki siz xohlagandek natija bo'lmashi mumkin. Ota-onangiz kelib yordam bermasligi mumkin. O'zi ko'pincha holatda shunaqa bo'ladi bir xil vaziyatda. Sizni ham ochligingiz kelmaydi o'zingizning problemalaringiz bilan. O'shaning uchun har doim odam o'ziga tayangan holatda ish tutish kerak va o'sha kelib chiqadigan natijani ham o'z mas'uliyatiga olish kerak. Yaxshi bo'ladimi yoki yomon va eng asosiysi har doim, misol uchun dunyo bilmadim osmon qo'porilib tushganda ham har doim naplov, ya'ni to'lqinda bo'lish kerak. Shunchaki davom ettirish kerak. Nima qilayotgan bo'lsa ham hech qachon mana kusochik motivatsiya hech qachon harakatdan to'xtamash kerak va shunchaki davom ettirish kerak. Oxir oqibat baribir bir natijaga olib keladi. Shu intervyu ham shunaqa iborat bo'ldi, adashmasam. Chunki bir marta qoldirilgan intervyu.
misol uchun harakat qildik, и bo'ldi. И еще один пункт, наверное, я бы хотела сказать. Мгм. Типа, manimcha har bir kelayotgan talaba o'ziga savol berishi kerak. Nima uchun Germaniyaga ketyapman? Mani maqsadim nima? Germaniyada qolamanmi yoki Toshkentga qaytamanmi? Germaniyada o'rganib ketamanmi bu hayotga umuman? Chunki har xil holat bo'lishi mumkin. Mani masalan pul bo'lmasligi mumkin, qarzga kirib ketishingiz mumkin, o'qishda muammo bo'lishi mumkin. Men hammasi bo'lgan o'sha hayotda. Lekin hamma muammodan chiqib ketsa bo'ladi. Lekin bitta yomon narsa bu sog'inch. O'z vatanini sog'inish, ota-onasini sog'inish va O'sha narsaga ko'nikish. man bu yerda я чувствую себя здесь чужой иногда. И я есть чужая. Я знаю, что меня здесь, в принципе, ничего не держит. Только жизнь, которую я построила для себя здесь. И многие этого не выдерживают. Многие говорят, это не для меня, я лучше вернусь домой. Поэтому лучше заранее задать себе вопрос, хотите вы ли действительно оставаться здесь, строить себе будущее и так далее, либо все-таки вернетесь в страну, где рядом есть мама, папа, которые поддержат. Потому что когда ты один, и когда ты справляешься с этой взрослой жизнью, работа, учеба, какие-то проекты еще и так далее, это очень сложно. И это иногда приводит к тому, что у тебя появляется burnout. Xo'p, Ruxshona o'zi 4 yil uyda bo'lmagan, o'shaning uchun birinchi aytgan gapi sog'inch. Bu Germaniya va umuman chetda yuradigan talabalar kim bo'lsa ham har doim birinchi o'rinda sog'inch bo'ladi va o'sha narsaga tayyor bo'lishi kerak odam. Germaniyaga umuman qayergadir kelishdan oldin o'ziga savol berish kerak. Chunki bu yerda siz nafaqat o'qiysiz, balki o'sha aytganimizdek ishlaysiz, hayotingizni qayta qurasiz va hamma muammolarga bardosh bera olasizmi yoki yo'qmi? Chunki bu yerda bo'lishi mumkin. To qarzga kirib ketasiz, bo'lishi mumkin. O'qishingizdan qarz olib ketasiz, qayta topshirishingiz kerak, yiqilasiz va o'sha narsalarga chida olasizmi yoki yo'qmi? Katta hayotga deganda o'zingiz tayyormisiz? Tayyor bo'lish kerak. O'shanga o'ziga savol berib kelish kerak deb maslahat berdi Ruxshona. Shunday. Menimcha yaxshi intervyu bo'ldi. Rahmat, menimcha ham yaxshi intervyu bo'ldi. Xo'p do'stlar, agar sizga ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, umuman videomiz o'sha izohlarda tushib, opisaniyada Ruxshona kanali qoldiraman. Mani kanalimga obuna bo'linglar, iltimos. Ruxshona kanalida ham ko'p videolar bo'ladi, foydali. O'zbek tilida video olishga harakat qilaman. Mana. Va напоследок что-то oxiriga nimadir gapingiz bormi? Напоследок, у меня такое ощущение, что я типа хочу поблагодарить родителей, знаешь. Mani qo'llab-quvvatlagan ota-onamga rahmat demoqchiman. Men o'qishimga mendan ham ko'proq ishongan odam, menga faqat yaxshi narsa tilagan odamga rahmat demoqchiman. Chunki odam menga ishonmaganlarida, menimcha men Germaniyaga kira olmasdim. Chunki menda o'zimda unaqa ishonch bo'lmagan. Germaniyaga keladigan imkoniyat bo'lsa, albatta kelinglar. Bu juda yaxshi tajriba menimcha, chunki katta hayotga yaxshi tayyorlaydi. Va ko'p narsalarni tushunib yetar ekansiz. Men hozir 20 yoshda bo'lsam ham, hayolimda o'sha 65 yoshli kampir. Oq soch tushib boshlaydi yaqinda. Da. Oq soch tushgan уже. Stressda deb. Oq sochim qarasanglar, oq soch bo'lib ketgan. Stressda deb. Xullas, всем советую приезжать в Германию, учитесь здесь, страдайте, как и я, но в итоге все будет хорошо. Oxirgi va yakuniy gap. Germaniyaga kelish hammaga tavsiya beraman. Menga o'xshab qiynalinglar va bu sizga juda foydali tajriba bo'ladi. Shunaqa. Xullas do'stlar, sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha obuna bo'lishni unutmang, yoqtirmani bosib qo'ying va izohlarda o'zingizni xohlagan va qiziqtirgan savollaringizni yozishingiz mumkin. Xayr va ko'rishguncha. Xayr.